Voladan nerse 69'dan 99 üzlüksüz. En açık svet. Dok svet koyulmagan. Narxını eşitseler çizsin şoka düşerdiler. Şundan 10 olacak mı? 10'nu ver bilesem şunu atma. 10 emas, 100'lep ver. Ben kardeşime ülkedeysiz bu. Bitti işi. 219'lukni 1000 so'mdan asta aytavering qarindoshlar, ko'p odam eshitmasin. Ha kardeşe gel bir yanına aşı sunmadan veresen dedi. Tamam. Bizlar obuna bo'lib tursinlar. Asıl bereke. Asil baraka. Sizlar ham dam olishga ketasizlar. Ha, onu indi kiyerek aytamız onu. Ne yapalım? Bosib tursinlar, chiqaramiz sotga. Ana. Köpçilik videolarımızda Zerre Lüks'ünü gösterdik. Aeroport yolunda, aeroporta 7000 Özbek Invest'ni yanında. Zerre Lüks indi premium class aboylardır. Asıl berekede Selmin dirakları var, lekin beydem dumyamanları var içinde. Şimdi Zerre Lüks arayanda bir 300 bin somla 300 dolar alın boğanları var. Yeter var. Boğanları şunları var. Esselamu Aleyküm Real Dünyanın, Real Niyabunaçıları, Tınçmısla, Tendarlısla, Bağımlısla, Amamısla, Sağama, Yurtmısla, Musafir'dekiler, Tınçmısla, bize aeroport yolunda Media Park'ın dik doğrusundamız Asıl Bereke Aboy Salon. Şiklinize selamlaş. Assalomu alaykum. Beksat abim haqiqiy shinavanda realni obunachilari sizlarga dim zo'r narsalar aytib beraman xudo xohlasa. Büyünç çangı tamam dedi. Kanın şep çangı tadı bu görük kanı. Ya Alapazarda kütelse öğrenişte. Şiklinize birinize başladı da bolyu veresler. Ham gangas. Çangı dindim onu. Bu indi işi vecleri Zerre Lüks'te var. Geçti adam fosforni qilasiz. Hey bunun aklarında fosfor var. Ava, yandı. Sivetli uçurası cırpayı bu altınızı con bedeninden yanıp durur. Şunun diller, bu kuşun nesi bağla, ulan ana maşın hafta salonunun sümkelerinde başkasında bir mutlu et gözetip durmaz. Gör basasında bolatken Zerre Lüks'ün üzüne sümke etkemiz. Üyeden görseniz bolat. Zerre Lüks ötüp bunu görərdi. Hava. Hazır boyunca Asıl Bereke boyunca. Hazırki videomuz Asıl Bereke boyunca buladı. Başta yağdaylı raklarından başlasak bunu. Hamma videoda aytganmiz, ammo voladan narsa 69dan 99 üzlüksüz. Stabilni bas endi. Stabilni qo'yib beramiz dedik-ku, shuni stabilni qo'yib beramiz. Bular eng tozagan aboylarimiz. Hali bugun tushirdik. Ha. Bugun Niye tushirdik. ki bu? Bu Xitoy. Xitoy qarang. Italyanskiy dizayn bu. Dizayn İtalya. Ha, dizayn İtalyaniki. Dizayn in İtalya. Sababi avval strik kod qo'yinglar deb klientlar aytdi. Strik kod ham qo'ydi. Güzel. Xitoy. Xitoy. Bunu işiden bilseniz buladı. Ha, Xitoyda ishlaydi. O'zal 341 nenniki bo'lsa, shunda bir bo'lasizlar. 420-chi O'zbekiston bo'ladi. Ha. 26 mı şimdi? Ne bu Xitoyniki? Lekin buni hozircha to'g'risi hozir uyimizda tekin beradimi uyib biladi, lekin olishni udobni, shuna udobniyati qo'yilgan. Xullas 99'dan bor. 99dan bor. Ko'p. Ayna 3'ni alaman, 10'ni alasan, gündalik verme taklidi. Gündə geçdi hozir yana geçdi taklid Bular başlangan. şudan aklı. Hammasi shu bir xil. İşi 99 şudur. 99 ha. Ya 99. Bunu fakat Açılmagan, taptoza, yangiga, xohlasak korobkalab olib ketishi mumkin. Xohlasak donalab olib ketishi mumkin. bir öye 7 alana 2 xana qaldım. Nav imkanı etib bilesin 99'dan taşqarı. 99'dan tashqari Bir 7 alan var 2 konuta qaldım. 3 xona qoldi o'zi. Dalan indi 2 xana, 3 xananın hesabından o dalan. 4 xonaga Indi yetgan. qishlaqni dalan dalan bilesan kuza? Her safar bir narsaga skidga qo'yib beramiz-ku videoda. Yozilgandan tashqari. 99, 89 aytib beraman. Hesab. İna. 99 ama 89. 15 milyondan ko'p olsa bo'ldi 89. Hesab. İnay bu işine bir iş. Bize realni obunachimizda bersa bo'ldi. Realimizde baytasız, ana şu ne işleydi? Atak gibi sunma. Hava. Realni abunachıma anda baytasız 89'a işleydi. Ama şunun üzerinde o'zi 15 aboy aldınız 150 ming so'm utdilar. Fakat bugün de bir günlük neye tushirdik buni? Kaçandan boladı mı? Bu şu hayit günüsüne tushirtirdim telefonu. Vallahi hayitda hech qaysi kelmadi. Vallahi bayramet ya. Vallahi bayramet ya. Shuni nishatdim. Şu senangim aytdim, bir ay qo'yasiz va endi aytdim. Yemeğler üçün. Aha dedim, ben dedim internette aytib qo'yadim bunu dedim. Instagram'a girip dedim. Endi senada bo'ladi. Vallahi da malga. Vallahi da malga. Banda aksiya Bana qildilar. telefonu xarab etdilar. Shetding bunda. Yine bir ay gittiğinde şu. Bir ay ketdi. Oltinni olaman, oqini olaman, korishini olaman, bunda yine. Ha işi divarın şunlar. Olaman, liboyini. İşi divarın şu mu? Bu deval, xohlarni Ha, olaman. bana. Hava. Liboyini olaver. Eng so'nggi model desa, eng so'nggi mandayni, eng so'nggi modeli.
Zo'r aboylar qalin, ajoyib aboylar. Bularni chiqarib turganimiz, hammasini videoda ko'rib borganlar, qaysi necha so'mdan sotilganini 159 ga qo'ydik, 139 dan qo'ydik ana. 139 dan ketdi bu. Endi bular Endi ish xatardagi birinchi xatari 69 ming so'm. Ha, ishi xataring 69. Avay. Mana 69 dan. 69 dan. Bular ham postoyanniy shu kelib olib tutdilar, bor. Inan bular 99 ming so'mni, bu pastda turganlar ochilib turgan varianti. Qaysini olaman diyecek bo'lsa, masalan, menga 3 xil bor ekan buni, ha? 3 xil endi narsalar ham bor. Однотонныйлар. Endi gul bo'yicha 3 qo'ydik. Bir dona vibr qo'ymayman-da. Eng ochiq svet. Dok svet qo'yilmagan. Tushundim. Hozir ochiqni ko'p odam olib turibdi. Ochiqni ko'p odam olib turibdi. Bu o'zi skidga qo'ymasak ham sotiladigan narsa. Bu narsa o'tming qolgan klienti kam vajni qo'yib turgani yo'q. Shuni aytib turibdi. Tozagan modelda, yangilik. Ochiq svet ko'p odam olib turibdi. Ochiq svet. Zo'r narsa. Eslatib o'tamiz, lishniy bo'lib qolsa, aytdingiz, misol 3-4 rulon lishniy bo'lib qoldi. 10 kun ichida kelib birinchi chek bilan. Shunda qaytib boradi. 10 kunda o'tsa, uje u partiya tugatildi, sizning vajingiz qaytib olmaydi. Hava, chek ham shu yozilgan. Chek bo'lsa nega chek? Bunga ham shu yozilgan. Agar 10 kun ichida qaytib oladi. Hamma joyga yozdik buni. Ha, buni endi hamma joyga yozdik. Endi aboylarimizni bilsangiz 219 mingdan sotar edik. Ha. Eng aboyni riskidan bo'ladilar. Aboyni materialni bir o'zingiz aytib bilaman, tovar o'xshagan narsa bu, ne? Necha odam qilgan buni shernidan. Yana bu top 3D effekt beradi. 12 xil sveta kiradi, 7 xil rassetkasi bor. Zelyoniy оттенник, жемчуг оттенник, белый оттенник, любой xilisidan bor. Narxni eshitsalar, chestin shokka tushadilar. Avvalcha so'm edi. Avvalgi narxi 219. 219. Eng arzon sotganim 189, undan arzon sotilmagan. Shu aboy. Shu aboy. Endi nechaga qo'yacaksın? 159 ming so'mdan. Shundan 10 olacakmı? 10'nu verib bilasam shunaqmi? 10 emas, 100lab berib bilaman. Vallahi. Bedagi hammasini. Bu xonadagi eng qimmat aboylarni hammasini kostyumni o'zi narxini 100% biladilar. Endi aboy ham shurni o'zida turibdi. Bu aboylarning hammasi qimmat aboylardir. Bilaman, xabarim bor. Eng qimmat aboylar ham 180 mi, 290 mi edi shu vaqtda, imon tiktirgan vaqtda. Hava. Qimmat edi-ku. To'shni bilmayman, lekin qimmat edi. Qimmat edi. Endi bular toza moda. Ishining 159. Bu xonani polni Xorazmda hech qachon gulni sindirib bo'lmaydi ekan. Men gulni yo'qotaman dedim, yo'qotib bo'lmaydi ekan. Hech kim yo'qotib bilmaydi. Sababi ko'rpachani o'tiradigan ko'rpacha do'shida uni yo'qotib bilmaganning gapi. Masini ko'taradilar ko'rpacha. Ana o'lmang. Bizda uyda ustal kursi hamma biladi. Kommentariyga yozinglar, sizlar ham shunday bo'ladimi? Necha so'mlik ustal kursi qo'ysangizlar ham mehmon keljakda hamma ko'chaga chiqaradilardan xontaxta qo'yadilar. Gapim yolg'on bo'lsa, yolg'on aytib tursan deb yozib ketdi. Tumonliq teka bilan. Rostdirmi? Hamma o'yinda bor. Qo'ysam bu kursingni dedi u. Tumonliq tekan quchoqlab choyni ichib yotsa. Shu ko'rpachada hech kim o'yinda yotib bilmaydi. Ko'rib, mehmon keljakda do'shadi. Falon so'ma rostdim. Simli o'tga. Shu simlilar uchun immuniy qarang, simlar bo'lagan. Hamma simli bilan. Bular чистый material aboy. Mana. Nizat qondilasalar. Kachествоsi zo'r. Buni meni 159 ming so'mdan o'zi bir kunda qo'yganmiz, lekin buni ham shu narxda. Bir oy ishi to'liq ishi xonada liboyini xohlanchali shtuka beramiz. Xohlasin do'konchi bo'lsam, avval do'konchilar bermayman. Razmeringizni ayting deradik. Bir 30-40 dan olaman diyecek bo'lsa 90, 30-40 ketmaydi derak. 30-40 emas, 100lab bo'lsam beramiz, xudo xolasa. Inan bu undan ham keyingi chiqqan modelim bu. Tendagi Leonardo bilan ustuna o'zi gul tosalangan. Shuni ham klienti ko'p o'zida. Bunda ham munchiqlandirsa, qosh bo'laydi. Buni ko'p odam buni qo'yib, arkasini uzib turibdi-ku senda, gulsiz. Oshi bilan buni aralashtirib qo'yib turibdi. Yo'q, aralashtirmayman, yomon xushroq chiqadi. Nechun desa gullari siyrak-siyrakmi? Masaga turadi-da. Hava, o'zi bir devorni parda etadilar, splashni bizada. Aziz jaliziyat qo'ymaydi hech kimda. Bir devorni splashni, zola, endi dalam-palam bo'lsa jaliziyat turibdi. Lekin bularni zolaladilar-ku glavni, Korolevskiy, Hashamat,
Yok yerden hem ya bu narsalarni Vahima. chiqar, bu qiymat hiç gerek yok. Bandan kredit so'rab urdiribdi bankka. İlacı yok ha. Haqiqatda Hayat shunday. shunday. Haqiqatda shunday urdiribdi. Buni o'zi bulardan ham qimmat turadi. Buni 159 ga bermaysanmi? Beramiz. Bu xonada liboyni beramiz. Endi bu yerni qaysi oxirgi keldi desangiz, hali bir soat oldu tushirganda bolalarni. Do'kon ilik turadi. Tovar tushirib beradilar. Tushirib bo'lganda bir soat bo'ldi askanimizga ish. Hozir keldi, sveji. Nechun desam, bularning modasi yangiligi ko'rinib turibdi o'zi. Yangicha stil. Ne yapışsın narsa qarang. Bu diska o'xshab ketadi, yulduzcha o'xshab ketadi. Endi bular ham bir boshqacha. Liboy masalan dolana, koridora, spalniya, kuxnaga. Yomon yapışadi bu. Liboy zo'r narsa. Bu spaniya yapışıp pishadi. Çatlıka uğramanda bir gitaverasan keyingi işte. O'zi shu. Yine. Bunun o'zi prostinopodavenliklar ham Ha. Depadagi ekan, ne ish narsa ya. Bunday uchirib beradi quyosh vaqti. Meyda bir adam tanıtsan yetri, bunu tanımışlar buladı ku. Başlayacak bu şu spaniya. Buni bir xil svet emas. Hem buna her xil var mı? Ha, yanında turibdi. Ha, bunu. Bu seri bo'lsa, ba'zigan rozi bo'lsa, har qaysi har xil svetlar o'zi. Bular şu 159. 159. Toza keldi degan gap yo'q. Объемный gostinitsam remont etyapman. Menga bunga o'zimdan bir 150 top kerak. Bo'ladilar 1000 kvadrat so'raydilar-ku. Shartaga yanglab bosib beringlar. 100 top oladi masalan. Shu videoda ko'rib 100 top olgan klientga 5 rulon qo'shib beraman. 5 euro. 5 159 mingdan oladi. Yana 5 rulonni ishini o'zidan qo'shib beraman. 5 rulonun 3'e 5'lik xonaga yetami? 4'e 5'lik xona yetadi. Hesap. Ko'pincha u 100 top bir xilimdan topishni o'zi qiyin narsa o'zi aslida, lekin bor. Mana, köpleşik şirip bu. Bulan düşüp pastı durdu. Bular kam qolganlar. Neçe so'mdan berasan bunu? Bu klient bilan. Jalliroq klient kelib savdolashsa arzonroqqa ketadi. Sizlar ham kavham gömüydü variantı. Hava. Bunga pul belgilanmiz, klientdan belgilatamiz. Bo'ldi. Neçe so'm vereceksen? Yani mesela 2 tanesi var, 3 tanesi var. O'zi yog'dayina qarab beraman. Gerek bo'lsa 20 mingdan ham beraman. Gerek bo'lsa 50 mingdan ham beraman. Beraveramiz. İnsan o'zingda ayt baqa desen. Hava. Ağa bular boshqa zavod. O'sha bularning zavodi sal qimmatroq chiqaradi. O'zi tovar ham dizayni. Zerlüksni boshlanışı iş aboyladan. İş aboyladan boshlanıp qimmatlaşıp yamonlarni o'tib ketadi. Bu ağa unda 219 qo'yilgan. Yangi shundan bir ko'z tifarik. Ko'rgan bo'lsangiz, bular modasini o'zi boshqacha. Bu 350'den mi satıldı? Vaqtında bosh. 219 qo'yilgan. Mana en başta 300'ün içinde satılmadı mı işi? bundan ham qimmatroq 380 edi. Ha 380 şunu bilaman da. Bundan keyin buni 189 ga qo'yganmiz. Bir xeyitlik etib, bir narsa aytaman. Ko'ngildan. Mana shu eng qiziqadigan yerim, oxirida video ko'radigan obunachilar yaqadna. Bizlar dedik, like-dan bosdik, tuningda aytgan gaplarni aytib keldilar-da. Haqiqiy berdim shular. Hesap. Nechun beramiz? Aytildi berlar. Va'da. Va'da. Bu savdo uchun ya pul uchun ya bir buni sotib bir narsa uchun berjakim yo'q. Foydasini chiqarish uchun berjakim yo'q. Shundan bu eng qimmat degani asli belki kelsalar eng qimmat degani bo'yna keladilardan bizlar realni obunachi 159 dan deb bemalol kelib olaveradi. Hesap. Yetami qarindoshlar sizlar uchun aytajakman buni. Yine. Bize real ne bunu açımız Yo'q, bu yerine qarindoshlar uchun baqadek keladi. Qarindoshlar uchun da başsan bunu vereceğim. Ha, realni baqa arka. Arkalaydı. Ben qarindoshligimga uyka deysiz bo'ldi. Bitti işi. Ana. Eng qimmatı eshitib qo'yinglar 219likni 159 ming so'mdan aslan aytavering qarindoshlar ko'p odam eshitmasin. Aslan geldiğinde ülke qarindoshligimman deysiz, tushunadi dedi. Ha qarindosh ekan bu yanına aşı sunmadan berasan dedi. Tamam. Hesap. Doğru. Karıcı Esil Bereke Aboy Salon size siz tarafa qarab yıkladım valla. Size lişni nagurskiye vermedi. Köprak avyom aladığımızdan yine de size imkaniyet yaratıb veredi. Bir de gelseniz de arzanın şu yani 69'dan başladıdan 159 oldu.
Eng qimmatı 159. Ana, 159. Endi bor. Agar menga yo'q, ya arzon aboylaring bormi desa, 15-20 ming so'mlik ham aboy bor. Dim arzon aboy so'rayotganlar uchun buni ham aytsak ko'pmiz. Lekin bu aboy deb men aytmayman. Adına aboy deyish mumkin. Adı aboy mana. To'g'ri tushuninglar. Libo yerda skitcha bu tutgan deyishingiz mumkin. Yine shu narsalar shu. Bana 15 ming so'mlar sizlar beraman. 15 ming so'mlar. Bu qog'oz bu tizkina. Bilakimdan ham kichkina bu indastina qo'lim amalakcha. Kilosi arqalani boshqa. Aboy misal. Adına vej bu. Lekin shu vej iminli prinsipa gitib bormi desa, boyina. Lekin 69'lık ham 3 kilodan ziyod aboylar. Ya onu ölçüp gösterdik. Ava, ular endi bulardan narsa emas. Onu ölçüp gösterdik. 69-99 bu postoyanli bo'ladi. Bu 99 dan mana 10 ming realni obunachilar uchun 219'likni 159 ga tushiramiz. Qarindoshlar uchun. Qarindosh deb kelaverasiz. Bir narsa aytamiz, Instagramda bizlar obuna bo'lib tursinlar. Asl baraka. Asl baraka. O'zi asl baraka podpiska 3 dona kontaktga bosib qo'yibmiz. Shu ustidan ham bosib qo'ysalar. Lekin sizlar ham dam olishga ketasizlar. Ha, onu endi keyinroq aytamiz onu. Ne gap bo'lsa. Bosib tursinlar, chiqaramiz sotga. Ana bu yaxshi gap, misol zo'r gap hafta birini dam olib kelsak. Aga, shuni ichidan topamiz-da uni. Bir odam yetmaydi. Ha, 2 odam. Qiz bo'lsa chiqarlar ketadi. Bola bo'lsa ha, sherikdan ketadi. Yosh katta odam bo'lsa har xotin bo'lib ketadi. Shu misol doyi o'tib qo'ysa xotini bilan biyim bilan tortadi-da. Tortadi, ha. Lekin biyim bilan boringlar. Banda keyin biyim javob berolmay turmay, kim bilan yerding buni deb. Sizlar ko'rdinglar, sizlarga kerakli, foydali bir narsa qarab foydalanib qoladigan videolarni chiqarishda davom qilamiz. Sizlarga gap bo'y salon siz tarafga qarab yukiladigan bolalar. Aeroport yo'li Media Park to'g'risida. Qarindoshlar kutamiz, kelaveringlar. Qarindosh deb aytasiz, Aryan tarafni, shunda zakon skitka bor. Bu yerga realniy obunachi bo'lman deb aytasiz. Mana shuni skitka bor. Xo'sh, omon bo'linglar. Sog' bo'linglar.